Xo'p, jonlarga tushib assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu har bir ishimda egasini yarim nasibasi bor degan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Nima desa, o'sha kimni yarim nasibasi bo'ladi. Sohibi degani egasi degani. Bilasiz? Xudoy taolo sizga mash forishdanmi? Shu diyorlarda, shu bog'i bo'stonlarda, chorvalarda ziyoda qilib, har yuqorida aytdim, sizlarni yurtboshini, bu hokimlar shularni qulog'i, ko'zi, tili bo'lib vatanga, elga xizmat qilyaptilar. Xudoy taolo kuch bersin, quvvat bersin, ota-onangizga, vataningizga rahmat olib beradigan shiddatli, saxovatli bir olim, rabboniy bo'lib hokimiyatda obro' e'tiborga Xudo ziyoda qilsin. Hammasiga, otangga, onangga rahmat desin. Mana rahmat olib yashasangiz, kundan kunga omadingiz beraveradi. O'g'illaringiz, qizlaringiz, farzandlaringizdan xuddi shu haqida ergashsin. Endi ma'naviy olamning egasi bo'lgan Mulla Otaxonni ham ana shu vatanga bo'lgan, millatga bo'lgan, taraqqiyotga bo'lgan juda otash nafas so'zlaringiz bor. Shu 2012-yili Imom Buxoriyda bilganmisiz kimligingizni. Endi Hasan Husan bo'lib, moddiyatdan, ma'naviyatdan ikkovlaringiz forishni yana ham taraqqiy etdi. Alloh! Hay, hay. Salomat bo'l. Xudoyor nigahdo.